Faqat yuguramiz, tushundingmi? Kulishingga alohida 5. Bo'ldi, burak. Maqsud. Faqat yuguramiz, tushundingmi? Da, juda chiroylisan, eplab bo'lmayapti. Bu nima ko'rmayapman. Nima? Stop. Bu xatam, bu nima qo'rqdi? Brat, shoshma. Eshiklar qo'yib kelmasin. Ha? Qamasanmi bu bilasanmi? Yo'q. Nima? Stop. Bu xatam, bu nima qo'rqdi? Brat, shoshma eshiklar qo'yib kelmasin. Ha? Qamasanmi bu bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olib ketding? Bilat. Qanaqadir boshqacha issiq buni terisi. Yo'q. Nimaga kelding? Qamasanmi bu? Do'stlar, goblin keldi, chimadan tashib ketdi va ketdi. Hamma klubimizga dushman bo'ldi. Nima? Yana nimaga bo'lay qilib kelding? Manda bas, hammasi o'rnidir. Kim bu? Men ismimni aytaman. Ismingiz nima edi, popona? Oy. Ismni qarang, ham chiroyli, ham qo'rqinchli. Isabella. O'ylaymanki, qalbingizdan joy topdim. Nima hammasi, nima jin nima bular? Yo'q. Sizlarga yordam beraman. Mana. Nima? Nima bu? Hamma klonni qo'rqadigan narsa. Nima bu? Bu qanaqadir qizil bosh suyagimi bu? Nimasi qo'rqadi buni? Ko'rsatsang bilasan. Ko'rsatsam bilaman. Hop, men shu bilan yordam bermoqchiman demoqchimisan? Mana qurbonim bo'lasanmi? Qo'shilmasa ekan jigar. Je krijgt tot 60%. Qurbonim bo'lasanmi? Qo'shilmasa ekan jigar. Ey, mamma! Klon yo'qmi oldingizda? Bu bo'laqonlarning bu. Mana uni. Yo'q. Nima? Bu nima qildi? Kim? Nima kelmayapti? Nima? Bu so'zsiz baqayapti. Bu bizga baqayaptimi? Bu nima qildi bu yerda? Uxlov. Kimda? Bundan o'zaro o'tiradi. Bizlarni yo'q qiladi. Gambit bizlarni yo'q. Ey, sen qatdan gapiryapti bu gap. Qatdan gapiryapti. Ha, qo'lingdagi nima? Mashina berdi hozir. Qiz bola. Ha, boshqa chalg'ib tura olmas edim buni, to'g'risi. Bilmaysan. Nimaga? Mani o'ldiradi. Kim seni o'ldiradi? Bre, ketdik. O'zi nimadir yordam berdi. Teshkin qochaylik. Kim? Mana. Qoching. Yürü. Oy, rostdan qo'rqar ekan. Bu nima bu? Bundan qo'rqdi ekan, ha? Bundan qo'rqar ekan bu. Nima baloli bo'pti, jigar? Qaraylar. Hozir nima qilyapti? Goblin bizga yana yordam bersak keldi va mamuni berdi. Va bu narsa hozir bizani qutqardi, to'g'rimi? Lekin mamun bilan qo'rqitib o'yinchoq olib qo'ysa-chi? Yo, undan ko'ra tuzoq qo'yaylik, men bilan nimaga oldik? Mana nima ekan o'zi kalla? Men bilmayman, aka, qarang, menga berdiki, klonlar bundan qo'rqadi dedi. Men senga aytdim, mana shu bola yaxshi bola bizga qarashyapti deb. Ha, shu bola chimadan tashlab ketdi, nargiz kelib turib sizni klon qildi. Bu yaxshi bola. Va xushvaqt do'st, iltimos, hoziroq like bosib qo'yinglar va albatta 105 ta like kerak bu videoga. Davayt sizlar men so'ragan like beringlar va bu videoning davomi chiqadi. Va biz bilishimiz kerak. Bular nimalar bo'lyapti o'zi? Men masalan tushunmay qoldim. Qarang, mana sizlarga ham video tushunarsiz bo'lib ketmadimi? Tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, tushunarsiz deb yozinglar. Hozir o'zida kommentga tushunarli yo'q, hammasini tushunmaymiz, nima qiziq bo'lib ketayotganlar, qiziq deb yozinglar. Men bila olaman shundan. Endi to'g'riroq kel. Va shunaqa qilib bir amallab tuzoq uchun to'rimizni ham o'rnatib oldik. Tort. Ha, ana. Da. Mana.
qarang, просто keladi-ku. Mana bunaqa qilib bersa bo'ldi. Shonsa indinada deb men buni tortib sinib tushiram, muhimi, mana bu ichida ozgina vaqt bo'ladi, shonsmi? Biz o'sha paytda bundan foydalana olsak bo'ladi. Ana endi chemodan olib kelish kerak. Va bu paytda biz chemodanning ichidagi kitobni boshqa joyga berkitib, bo'sh chemodanni o'zini klonni chaqirish uchun qo'yib qo'ydik. Endi poponani ushlaymiz. Shuncha erkalatganimiz yetadi. Kelimiz keladi. Bo'ladi shu paytda Gambitaga qarang. Sizga ishonsak, mashta qolib qiz klon kelsam, momentda poylab turasiz-da. Shuni chiqib qoldi o'yinchoqni ola olasizmi? Конечно. Chunki hammamiz qolsak ko'rib, nimadir bo'lganini biladi-da, qo'rqadi. Da. Bekinib turaman. Ushlab beraman sizlarga o'yinchoqni olib beraman. Let's go. Eshigi uchun ochish kerak. Eshik qulfini ochamizmi? Davay. Eshik ochdim, Gambitaga qoldirib ketaman. Kamerani tashib ketaymi? Yo'q, kamera ol maqsud sana. Bu hammamiz kamera o'ziga ko'ra olamiz nima deb bo'lsa. Ketdik. Gambitaga faqat iltimos parod qilmang. Yaxshilab turing. Hamma yopish kerak. Agar biz hozir shuncha tuzoq qo'yib ham goblin bergan yordamdan keyin foydalana olmasak, biz просто так yuribmiz, ishonsangmi? Odamlar bizga shuncha aktiv yuribdi. Buni oqlash kerak, ishonsangmi? Bilayapti. Gambit jim bo'lib qoldi. Hozir tuzoqqa qaraylik. Gambit, nimaga bunaqa qiladi? Shuncha ishongan payti. Yana klon. Yana ko'zi oq. Eng qizig'i даже goblin etdi. Что? Yo'q, Gambit to'shda klon, u sizlarni yo'q qiladi bo'ldi. Ishonmanglar bunga dedi. Ishonmanglar bunga. Hop, endi nima qilamiz? Hozir ko'chaning eshigi ochiq, chimadan turibdi. Agar hozir olmadimiz, tuzoqqa tushsa, ishonsanmi? Shoshma, kitob olib kelish kerak. Qolsa mashina. Pastaymi? Gambitaga. Agar hozir ham stop. Biz hali bu videoda kitobdan yordam so'ramadik, ha? Da. Shoshma, biz nimaga kitob? Bu vashi Chikko, mana shu Chikko, buni akasi yoki ukasi, shu o'yinchog'i shu uchun unda. Mana. O'lim daftari, hop. Kobrani o'yinchog'i. Bu uzun klon. Yo-mayo. Bu yozuvlarning ko'pligini ham qarang. Qizilda ham yozgan. Oho. Bu meni qiz bola klon, to'g'rimi? Da. Hop, qara. Shoshma, o'qish kerak. Isabella bu eng qo'rqinchli va eng qo'rqmas klon. Chikkoning opasi. Ana endi tushunamiz. Isabella klon, buni olib kelgan bo'y uzun Chikkoni opasi, ya'ni demak bu ukasi. Hop, mayli, hop. Shu sababda o'yinchoq bo'lsa, mana nima bu buncha katta narsa? Xo'sh, Isabellaning otasi akasi Chikkodan haqiqiy qotil klon yaratish uchun faqat unga bor e'tibori va mehrini bergan. Qiz otasining e'tiborini qozonish uchun qo'rqinchli sirlarni o'rganib, u kabi shafqatsiz bo'ldi. So'nggi sinovda otasi akasi Chikkoni o'ldirishni buyurganda, qiz haqiqatni angladi. U hech qachon otasiga kerak bo'lmagan va faqatgina otasiga qiz emas, qurol sifatida kerak bo'lgan. Qasos o'ti bilan yongan qiz otasini o'ldiradi. Baji Chikko kuchli edi, bilasizmi? Agar otasini o'ldirgan bo'lsa, bu undan ham kuchli. Ammo bu ish bu g'alati qiz uchun ozodlik emas, balki cheksiz vijdon azobi. O'z qo'llari bilan o'z qonini to'kkanini anglab yetgan qiz qilib qo'ygan ishidan dahshatli afsus cheka boshladi va qilgan jinoyatidan chalg'iz uchun otasini o'sha qonli kostyumidan o'ziga kiyim yasagan edi. U tunlari qotil klon niqobi ostida ko'chalarga chiqib, o'zining ichki og'rig'ini o'zgalar qoni bilan yuvishga urinadi. Ammo niqobni yechgan har lahzada u o'zidan nafratlanib, yanada tushkunlikka tushib boradi. Demak, bu mana shu qiz bola klon ismi nima ismi? Isabella. Demak, bu mana shu Isabellaning tarixi. Demak, hozir qara. Shunaqa bo'ldiki, bu Chikko uchun bizdan Demak, bu mana shu qiz bola klon ismi nima ismi? Isabella. Demak, bu mana shu Isabellaning tarixi. Demak, hozir qara. Shunaqa bo'ldiki, bu Chikko uchun bizdan qasos olishga kelgan bo'lishi mumkin. Men buni o'qigan, u vijdon azobi qiynalib, shu uchun tipa u otasini o'ldirib qo'ygan uchun qolgan hammani qiynash kerak degan emas-ku. Hozir eng qizig'i mana shu Isabella o'zi qilgan aybi uchun bizdan ham jazolamoqchimi? Давайте, brat, boyagi qanaqadir bosh suyakdan qo'rqayotdi. O'sha orqali o'ziga qarshi kurashsak bo'lmaydimi? Shu, men ideya bor. Sen mashta qol. In de Praxis app vind je alle... Sen mashta qol. Mana Gambitdagi. Bilay, hech foyda yo'q. Mashimda boya qo'rqadi. Hal qilish kerak buni. Qani? Ha? Mani oson qo'lga tushirmoqchimi deydi? Yo'q.
qo'lga tushiraversan. Nimaga bu bilan qo'rqotdi? Nima bu? Nima bu? Chimadani nima qilasan? Etasanmi yo'qmi? Etmaysanmi? Etmasang. Nima bu buncha? Nimaga buncha bosasan? Biz sen haqingni bildik hammasini. Men qotilman. Sen noto'g'ri ish qilgani yo'q. Sen pulsa qilishing kerak bo'lgan ish qilding. Lekin nimaga bu hammani bunaqa qo'rqitib yuribsan? Men gaplasholmayman, do'stlar, men gaplasholmayman. Men o'zim qo'rqaman, ku. Boshqa qilib to'kib ketaman, bilet. Eng qiziq mana nima edi bu skelet? Nima edi bu narsa? Gamit ekan qildi. Gamit aka. Nima bo'pti? Nima bo'pti hamma yoqqa? Maqsud, men gapirmaysan, nima edi u? Men qo'rqib ketaman. Men nima qildim hozir unga? O xudoyini bu ham ketmaydi yig'lab, jahl chiqib ketdi buni. Qani? Shoshmay ko'rdim kadirdi? Yo'q, mana bu taraf. Bu tarafchi. Ovozi ham chiqmayapti. Ketdimi? Yo'q, u ketmadi hamcha. Agar svit yonardi ketganda. Ha, bitta deyolmasa kerak endi sen. Besle jamoat setyapti. Kimdan beraman keyin? Yo'q, o'zi. Boshida qiz klubim keldi, to'g'rimi? Da. Meni xafa qilmayman dedi. Gambitni klubga yandirdi. Hammaylar Gambit klubiga biz o'zi ko'ndik. Buni shuncha harakat qilamiz. Undan keyin bizga goblin kelib, mana bu qanaqadir qizil bosh chanog'ini berdi. Hamma klub shundan qo'rqadi dedi. To'g'rimi? Biz uni oldik. Ma'mur rostdan qo'rqdi. Hozir o'sha sindirdim, ana bo'lib qoldi. Undan keyin otasini eslatdim, yig'laverdi. O'yinchoq olmoqchi edim, lekin yig'lab boshi jinni bo'lib ketgandan keyin olamadim. Endi nima qilaman men? Gambit yotibdi, Gambit oldi chiqish kerak. Nima edi u? Uyga kirib keldi amchani qiz. Uyga kirib keldi, jahl chiqib. Kamerani och. O shibalon chiqaryapti. Bo'g'oz eshik sindiradi bu. Bu kim bu? Bu yana boshqa klonmi? Darknet 6-qismni ko'rish uchun sizlardan so'ralgan obuna va laykni yig'inglar. Va agarda Darknet 6 tezroq chiqishini xohlasanglar, kommentariyga 6 sonini qoldiring. Qani ko'ramiz, qancha odam bu videoni kutayotgan ekan.